siz ingliz tilini bilasiz va oyiga $10,000 topish mumkin desam ishonasizmi? Ha, bu mumkin, buni iloji bor. Bu bo'yicha bir nechta real case'larni hozirgi kungacha, hattoki o'zimni kompaniyamda ham xuddi shunaqa daromad qilayotgan odamlarni shaxsan taniyman va bilaman. Va bu videoda sizlarga qanaqa qilib siz agar ingliz tilini bilsangiz 10,000 daromadga chiqish mumkin bo'yicha ko'nikmani va roadmapni aytib bermoqchiman. O'ylaymanki, bu video juda ham foydali bo'ladi. Shuning uchun hozirdan videoga bitta like bosishi va videoni yaxshilab qunt bilan tomosha qilishni tavsiya qilaman. Hozir sizlarga aytgan narsam bu hech qanaqa yolg'on emas, o'ylab topilgan narsa emas, bir kitobdan olib o'qilib berilayotgan gap emas. Bu hayotimda o'zim o'tkazgan, tajribamdan o'tkazgan narsalarni bo'lishyapman. Ha, men logistika sohasiga kirganman va $400 bilan boshlaganman oyligimni, $10,000 gacha o'zim shaxsan oylik olganman. Undan keyin bo'lsa o'zimni shaxsiy biznesimni ochganman 2020-yilda va hozirgi kunda Lionstar Group kompaniyasini asoschisiman. Bu Lionstar Group kompaniyasiga Lionstar Tracking kompaniya, undan tashqari 6 ta boshqa proyektlar ham imенно logistikaga oid kompaniyalar o'z ichiga oladi. Hozirgi kunda kompaniyamizda 150 dan ortiq ishchilar, xodimlarimiz bor va xuddi shu yig'ilgan tajribam asosida qanaqa qilib ingliz tilini bilib siz $10,000 ga chiqish imkoniyati borligini aniq faktlar, aniq taktikalar orqali ko'rsatib aytib bermoqchiman. Demak, siz ko'p eshitgansiz, logistika sohasida bu juda ham yaxshi to'lanadigan, juda ham mashhur sohalarga aylanib ketdi. Oxirgi paytda O'zbekistonda, ha, bu haqiqat. Kimdir bu sohada $1,000 topyapti, kimdir $300 topyapti, kimdir 10,000 va undan yuqori maoshlar topyapti. Bu bor haqiqat. Hech qanaqa yolg'on yo'q bu yerda. Bu narsa erishsa bo'ladigan va ko'pchilik erishayotgan kasb hisoblanadi. Men sizlarga hozir buni qanaqa qilib erishsa mumkinligini birma-bir ketma-ket aytib bermoqchiman. Demak, birinchi navbatda siz ingliz tilini bilishingiz kerak bu Amerika logistikasiga kirishingiz uchun. Buning uchun bir qancha videolar qilganmiz, tavsiyalar berganmiz. Asosiysi sizda tajriba bo'lmasa, ishga kirishingiz birozda qiyin, lekin harakat qilsangiz ko'pgina kompaniyalar bor, sizni tajribasiz xodimlarni, o'ziga mos keladigan tajribasiz xodimlarni o'ziga olishadi va ularga tajriba berib, trening qilib, o'rgatib, sekin-sekin o'zligi kompaniyada o'stirishadi. Shunaqa kompaniyaga siz uchratganingizda bu narsaga ishga kirasiz. Birinchi qadam qanaqa bo'ladi? Ishga kirganingizdan keyin sizni ko'plab kompaniyalar o'sha update yo'nalishi bo'yicha olishi mumkin. Bu eng ko'p tarqalgan va eng boshlanish nuqta uchun eng zo'r pozitsiya hisoblanadi. Update'ni yaxshilab o'rganganingizdan keyin bu uchun sizga yaxshi updater bo'lishingiz uchun 1 yilcha vaqt ketadi. Ya'ni boshidagi 3 oyda siz bu kompaniya logistika sohasidagi terminlar, qanaqa ishlashi, shu haqida o'rgansangiz, keyingi vaqtda siz asosan muloqotni, ya'ni driverlar bilan muloqot, brokerlar bilan bo'lgan muloqotni yaxshilab o'rganishingiz kerak bo'ladi. Chunki logistika sohasida ko'pgina muammolar kelib chiqadi. O'shalarni yechish uchun sizda zo'r muloqot bo'lishi kerak va problem solving skilllaringiz ham bo'lishi kerak. Bularni o'rganganingizdan keyin keyingi 6 oylikda siz bor fokusingizni o'sha dispetcherlarni olayotgan yuklarini analiz qilish bilan o'tkazishingiz kerak. Ya'ni har bitta dispetcher qanaqa ishlayotganini analiz qilib chiqing. U qayerdan yuk olyapti, qanaqa qilib olyapti, necha kun oldindan olyapti, brokerlar bilan qanaqa muloqot qilyapti. Har bitta narsani analiz qilsangiz, sizda keyingi 6 oylikda bozorni ko'nikmasi hosil bo'ladi. Ya'ni bozorda qanaqa qilib ishlash kerak, brokerlar bilan yaxshi ishlash ko'nikmasi paydo bo'ladi. Shu orqali 1 yildan keyin agar sizni omadingiz kelib, ya'ni dispatch positionga o'tsangiz, bu narsalar hamma narsa sizga juda ham qo'l keladi yaxshi dispetcher bo'lishingiz uchun. Yaxshi dispetcher nimadan boshlanadi? Birinchi navbatda yaxshi dispetcherni ko'nikmalari, qobiliyatlari nimadaki, ular driverlari bilan zo'r muloqot tuzib olgan bo'ladi va ular bilan juda ham yaqin bo'lib olgan bo'ladi. Har bitta driverni qanaqa xarakteri bor, qanaqa ishlaydi, qachon dam oladi, hamma narsasini juda ham zo'r biladi va oldindan bilib olgani uchun ham ularga mos keladigan yukni, yo'nalishlarni aniq topa oladi. Va brokerlar bilan ham xuddi shunaqa ishlaydi. Brokerlar bilan ham zo'r o'zi bilan muloqot
yo'lga qo'yib oladi, ularga zo'r servis ko'rsatadi, ularni kamroq aldaydi, deyarli aldamaslikka harakat qiladi, hamma payt bor vaziyatni tushuntirib, oldindan xabar berib, muammoni kattalashishdan oldin yechimi haqida o'ylashadi. Bu qobiliyat sizlarni birinchi, ikkinchi yilda yaxshi dispetcher bo'lishinglarni ta'minlovchi asosiy faktor. Demak, yaxshi dispetcher bo'lib turib ham $10,000 topish bu juda qiyin. Yaxshi dispetcherlar ham bozorda hozir 2-3 ming dollar olyapti. Sababi tushuntiraman, siz inson misol uchun kuningizni taqsimlaydigan bo'lsangiz, sizni kuchingiz 5 ta, 6 ta, 7 ta, boring 8 ta driverni qarash bilan, ularga yuk olish bilan, ularning muammosini hal qilish bilan yetishi mumkin. Undan u yog'iga ulgurishingiz juda qiyin bo'ladi. Chunki bozor qiyin, yuk topish qiyin, konkurensiya juda kuchli. Shuning uchun baribir siz yaxshi dispetcher bo'lsangiz ham sizdagi kuchingiz, energiyangiz cheklangan. Yaxshi o'rtacha eng ko'p yaxshi dispetcherlar o'sha 2-3 ming dollar topyapti. Endi xo'p, biza qanaqa qilib 2-3 ming dollar topishdan 10 ming dollar topish pozitsiyasiga o'tishimiz kerak. Buning uchun sizlardan yaxshi dispetcherlarda ham uchramaydigan bir qancha ko'nikmalar, ya'ni brokerlar bilan juda ham close relationship, ularga juda ham zo'r servis, yana unga qo'shimchasiga haydovchilar bilan ham juda ham zo'r muloqot qilish ko'nikmalari. Bu juda ham boshqa levelda bo'lishi kerak. Shu narsalar talab qilinadi. Aytaylik, siz brokerlarni 1-2 yil ishlagan brokeringlarni shunaqangi zo'r servis qilib bergansizki, u siz bilan yanada ko'proq ishlashni xohlaydi. Shuning uchun u o'zi sizlarga, ya'ni contracted load deydi, shunaqa loadlarni, ya'ni yuklarni berishni, taklif qilishni boshlaydi. Ya'ni sen bizga zo'r servis qilib beryapsan, sen bizani muammomizni yechib beryapsan, meni boshim og'rimayapti sen bilan ishlaganimda, har bitta aytgan narsani ustidan chiqyapsan. Shu narsalardan o'tganinglardan keyin ular sizlarga o'zini lane'larini taklif qilishni boshlaydi. Ana o'sha joy sizlarni men aytgan 10 ming dollarga olib chiqadi. Ya'ni lane degani bu уже sizlar lane olish orqali aytaylik, bitta shtatdan ikkita shtatga 6 oylik, 3 oylik, 1 yillik yaxshigina kontrakt loadlarni, lane'larni yutib olishinglar mumkin va u yoqqa lane olgandan keyin har kuni sizlarda stabil yukinglar bor. Xohlaganingiz 10 ta, 15 ta, 20 ta haydovchi qo'yishinglar mumkin va bu haydovchilarning hammasi sizlarga daromad olib keladi. Chunki dispetcherlar KPI asosida ishlaydi. Kimdir 0,5%, qayerdadir 1%, qayerdadir bo'lishi mumkin 1,5% daromad oladi. Siz agar xuddi shunaqa yuklarni, lane'larni olsangiz, 2 ta, 3 ta lane oladigan bo'lsangiz, sizning daromadingiz 10 ming dollardan ham oshishi mumkin. Demak, 10 ming dollarga chiqishimiz uchun qisqacha bosib o'tiladigan yo'llar ketma-ketligi shu, lekin bu narsa juda ham ko'p sabr, juda ham ko'p o'zingiz ustingizda ishlash va stressga chidamlilik bir qancha ko'nikmalarni talab qiladi. Bular hammasi o'zidan o'zi birdaniga sodir bo'lmaydi. Hammasiga sabr bilan kutib va ketma-ket men aytgandek har bitta stepdan o'tishinglar kerak. Shundagina shu narsaga erishasizlar. Hozirgacha bu narsaga erishgan xodimlar bizning kompaniyada ham bor, boshqa kompaniyada ishlaydigan dispetcherlarni ham taniyman va ular juda ham o'zini ustida ishiga mukkasidan ketgan desa bo'ladi, faqatgina o'zini ishini o'ylaydi va shu daromadni hozirgi kunda O'zbekistonda turib qilishyapti. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ingliz tili bilish bizaga o'zimiz hozirgi kunda kutmagan, o'ylamagan darajaga olib chiqishi, ya'ni 10 ming dollarlab oyiga daromadga olib chiqishi mumkin. Buning uchun logistikaga kirish harakatini qilishimiz kerak. Undan keyin update'da eng zo'r updater bo'lishimiz kerak. Undan keyin dispetcherlikka o'tganimizdan keyin dispetcherlarni o'sha kerakli men sizlarga aytgan muloqot, brokerlar bilan yaxshi ishlash, driverlar bilan yaxshi ishlash ko'nikmalarini juda ham zo'r olishimiz kerak. Undan tashqari problem solving, negotiation skilllarini sizlarda juda ham kuchli bo'lishi kerak va har bitta ishinglarni reja asosida tartib bilan bajaradigan xodim bo'lishinglar kerak va bu narsa sizlarni ishonchim komil 10 ming dollarlik oyligiga 100% olib chiqadi. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosishni va Shohlogist kanaliga obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz. Bu videoni bo'lsa ingliz tilini juda zo'r biladigan yaqinlarga jo'natib qo'yamiz, chunki ularda ham 10 ming dollar oyligiga chiqish imkoniyati bor.